Madinaxon, piyalani undan yuvmaydi, uydan olib kelmagansiz-da, sindirib tashladingiz, qolmadi uyda piyala. Jonga ham tegdingiz, hammaga qaralashaverib. O'zi chiqib ketish niyatlaring bormi? Jonimga tegdi, bitta uyda sizlar bilan yashash. Nima deyapsiz, Madinaxon? Bu uyda chiqib ketadigan sizlar. Bu uyda hamma rasxotini erim qilyapti. E'tiboringiz uchun meni erim kichkina farzand. Uy bo'lsa, doim kichkina farzandga qoladi. San o'zingdan ketib qopsanmi? Ko'rsataman senga uy kimda qolishini. Sanlar dastingdan tinchlik bormi o'zi? Sen nima qo'lingga pichoq ushlab olding? Agar akam bilan ikkovimiz o'ramizga so'qchilik tushadigan bo'lsa, ikkoving ham ketasan bundan. Ikkita qulog'ing bilan eshitib ol shu gap. Ya, tinchlikmi sigara chekib olibsan? Aka yana uyda janjal. Shu ayollarni deb o'rtamizga so'qchilik tushmasdan ijaraga uy topib chiqib ketganim yaxshiman. Ya, o'tirchi qani. Yaqinda prezidentimiz ochib bergan bir xonadon Marg'ilon shaharchasi yonida kuniga 155 ming so'mdan bir xonali uy beryapti. Foizsiz, hech qanaqa pensiyalarsiz. Uyni o'zini narxini bo'lib to'lashing mumkin. Bu imkoniyatni bizga 5 bola building asoschisi Abdulaziz Qobulov 15-may kuni Oltin Vodiy biznes klass xonadonlari onlayn taqdimotida beradi. Aksiyaga atiga 100 ta xonadon qo'yilgan. Bu ketishda xonadonlar tez tugab qoladi. Bundan tashqari taqdimotni ko'rganlar ichida bir xonalik uy o'ynalari sovg'a qilinadi. 15-may kuni taqdimot bo'lyapti. Abdulaziz Qobulov profiliga kirsang, silka bor. Silkadan o'z joyini band qil. Atiga 100 ta xonadon bor. Ulgib qolaylik. Zo'r yangilik bo'pti-yu aka. 15-may kuni bo'lmasa borib taqdimotda qatnashaman.